Oddiy kola bankasi haqiqiy qotillikda qanday qilib ochib berishi mumkin? Yo'q, bu hikoya emas, bu haqiqiy bo'lgan voqea. A'dan boshlab Zgacha shu bilan birga ajablanarli darajada hayratlanarli. Bugun biz 1981-yilda o'zi uyida o'lik holda topilgan Silvia Coel ishini ko'rib chiqamiz. Va 40 yillik izlanishdan so'ng haqiqiy qotil qanday tanib olinganligini aniqlaymiz. Qadrli tomoshabin, siz mening kanalimdasiz. Bu yerda men g'alati hodisalar va qiziqarli jinoyatlarni vaqti-vaqti bilan gapirib turaman. Agarda sizga bunday mavzular yoqsa, obuna bo'ling va gapni cho'zib o'tirmasdan bugungi videoga sho'ng'iymiz. O'sha davrda bu yerda atigi 5000 kishi yashardi. Ulardan biri Silvia Coel edi. Silvia haqida juda ham kam ma'lumot saqlanib qolgan. Ma'lumki, u 1946-yilning sentyabrida tug'ilgan. Ota-onali to'liq oilada ulg'aygan. Uning Joel ismli kichik singlisi ham bor edi. Ko'pchilik uni xona ichiga quyosh nurini olib kiradigan, har qayerda nur sochib turuvchi jilmayish egasi sifatida tasvirlardi. Singlisi bilan munosabati juda iliq bo'lgan. U uni dunyodagi eng yaqin insondan ham ko'proq yaxshi ko'rardi. 1981-yilning 3-avgustida Silvia 35 yoshda edi. U ishdan kechqurun uyiga qaytdi. O'sha paytda u yolg'iz yashardi. Kechki soat 11 dan biroz oldin Silvia singlisiga qo'ng'iroq qildi. Ular nima haqida gaplashganligi aniq ma'lum emas, lekin kayfiyati ijobiy edi. Opa-singillar ertangi kun uchun rejalar tuza boshladilar. Soat 11 dan keyin bir-birlariga yaxshi tun tilab, Silvia uxlagani yotdi. Ertalab Silviyaning otasi odatdagidek uni olib, birga kafega kofe ichgani borishga keldi. Bu ularning uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan kundalik odati edi. U uyga kirganida uning hayoti butunlay ag'darilib tushdi. Huquq-tartibot organlari keyinchalik 3 dan 4-avgustga o'tar kechasi noma'lum shaxs Silviyaga hujum qilib, uni bo'g'ib o'ldirganligi haqida xulosa chiqardi. Uning tanasida pichoq yaralari ham topildi. Bundan tashqari, noma'lum shaxs qizning chakka qismiga o'q uzgan va u og'ir jarohatlardan vafot etgan. Politsiya yozuvlarida yana shuni ta'kidlagandiki, uyga boruvchi telefon simini kimdir kesib tashlagan edi. Bu esa jinoyat soat 11 dan keyin, ya'ni Silvia singlisi bilan telefonda gaplashib bo'lgandan keyin sodir etilganini ko'rsatardi. Shuningdek, hammom oynasidagi hasharotlardan himoya qiluvchi to'r ham urib tushirilgan va yaqindagi butalar orasiga tashlab ketilgan edi. Bu esa shubhali shaxs ehtimol hammom oynasidan kirganligi haqida guvohlik berardi. Mahalla aholisi va oila bu xabardan larzaga keldi. Hamma jinoyatchini topishni xohladi, lekin kuchli ishtiyoqqa qaramay jiddiy iz topilmadi. 80-yillarning sud tibbiyoti hali rivojlanishning boshlang'ich bosqichida edi. Politsiya va oila kim shubhali bo'lishi mumkinligini taxmin ham qila olmaganligi sababli jinoyat ochish ehtimoli tezda nolga tushdi. Huquq-tartibot organlari va sud tibbiyoti ekspertlari barcha izlarni jinoyat sahnasidan yig'ib, maxsus idishga joyladilar. Bir kun kelajakda texnologiyalar rivojlanib, bu izlar yordam beradi degan umidda. Va shu nuqtada Silvia Coelning ishi uzoq muddatda qutiga solib qo'yildi. Bundan 2 yil o'tgach, 1983-yil, tergovchilar ish ustiga qaytib, uni hal qilishga harakat qildilar. Bir necha yil oldin Silvia hali tiriklik paytida Kanada politsiyasi muqobil yorug'lik manbai deb ataluvchi yangi kriminalistika texnologiyasini joriy qilgan edi. Uning mohiyati shundaki, ma'lum bir to'lqin uzunligidagi yorug'lik potensial dalillarni aniqlashga yordam berishi mumkin. Ammo bu texnologiya faqat laboratoriya doirasida ishlardi va u juda qimmat edi. Og'ir o'latli uskunalarni talab qilardi va jinoyat sahnasida qo'llash uchun noqulay edi. O'sha paytga kelib, bozorda ko'chma ultrabinafsha fonarlar ham paydo bo'lgan edi. Lekin ularning imkoniyatlari hali ham bitta spektr bilan chegaralangan va sud tibbiyotida deyarli qo'llanilmagan edi. Tergovchilar o'sha qimmat texnologiyadan foydalanishga qaror qildilar va aniqlashdiki, jasad bilan birga olib ketilgan gilam bo'lagida begona g'ovak material, mato bo'lagi mavjud edi. Boshqa iz topilmadi va shu nuqtada Silviyaning ishi yanada yaxshiroq paytlar kelguniga qadar chetga qo'yildi. Oradan 12 yil o'tgach, 1995-yil, texnologiyalar ancha qulaylashgach, gilam bo'lagi shubhali shaxsning DNK profilini yaratish uchun Markaziy tergov byurosiga yuborildi. Profilni ishlab chiqarish biroz vaqt oldi.
Lekin 2000-yilga kelib, byuro topilgan gilamdagi DNKga to'liq mos profilni tuzdi. Ammo bu ham jinoyatchini topishga olib kelmadi. Na davlat, na milliy ma'lumotlar bazasida mos keladigan DNK profili yo'q edi. Va mana shu yerda eng qiziqarli qism boshlanadi. Genetik genealogiya, yangi umid. Bir necha yil o'tgach, ishda topilgan maslahat analizlarini shubhali shaxsning DNKsining genealogik daraxt deb ataluvchi ikki umumiy foydalanish saytiga yuklab qo'yishga undadi. Unda saytlarning mohiyati shundaki, ixtiyoriy foydalanuvchiga DNK to'plash uchun maxsus to'plam beriladi. U uni qaytarib yuboradi va o'zi bilmagan qarindoshlari borligini bilib oladi. Bu yangi yo'nalish genetik genealogiya deb atalgan bo'lib, tergovchilar shubhali shaxsning DNKsidan moslikni topish umidida foydalanadilar. Va natija bo'ldi. Moslik topildi. Yagona muammo shundaki, DNK 3000 dan ortiq kishini o'z ichiga olgan butun bir genealogik daraxtga to'g'ri keldi. Ammo bu butun mamlakatdan ko'ra yaxshi, to'g'rimi? Tergovchilar darhol ishni davom ettirdilar. Lekin deyarli barcha Amerika shtatlarini qamrab oluvchi bu qadar ko'p shubhalar bilan ular juda ham ko'p ish qilishlari kerak edi. Doirani toraytirish zarur edi. Huquq-tartibot organlari bu odamlar bilan bog'liq hamma narsani o'rgandilar. Gazeta maqolalari, ochiq hujjatlar, aloqalar, kelib chiqishi va yashash joylari. Va bu ulkan mehnat o'z mevasini berdi. 3000 kishilik shubhalilar doirasi bir kishiga toraydi. Uning ismi David Anderson edi. Ma'lum bo'lishicha, David 1981-yilda, ya'ni qotillik sodir etilgan paytda Colorado viloyatida yashagan. Buni tasodif deb hisoblab bo'lmasa, yagona muammo shundaki, u ko'chib ketgandi. Shuning uchun tergovchilar Nebraskaga borishga majbur bo'ldilar. Yaxshiyamki, bu qo'shni shtatda edi. 2021-yilning 17-yanvari. Detektivlar Nebraskaga David Andersonning uyiga yetib keldilar. Ehtiyotkor bo'lish kerak edi, chunki David texnik jihatdan hali ham begunoh hisoblanardi va ular ko'proq dalil to'plash uchun o'zlarini erta fosh qilishni xohlamasdi. Detektivlar mashinada lager qurib, 2 kun davomida Davidni kuzatdilar. David axlat tashlayotganini ko'rib, ularga bir g'oya keldi. Ular axlat qutisidan sumkani va uning ichidagilarni oldi. Va ichida esa ikkita bosh pivo shishasi va bir banka vanil Coca-Cola topdilar. Shishalarda hech narsa topilmadi, lekin Coca-Cola bankasi Davidning genetik materialini berdi. Namunalar tahlil uchun yuborildi. Va 11 kundan so'ng 2021-yilning 29-yanvarida laboratoriya natijalari keldi. Silviyaning uyidagi jinoyat sahnasidan olingan gilamdagi DNK vanil Coca-Cola bankasidagi DNK bilan to'liq mos keldi. Tahlil Davidning qotillik kuni Silviyaning uyida bo'lganligini katta ehtimollik bilan tasdiqladi. Hibsga olish. David Anderson 2021-yilning 10-fevralida Nebraskadagi uyida hibsga olindi. U Coloradoga qaytib olib kelinib, qotillik, shu jumladan bir nechta jinoyatda ayblandi. Bu shuni anglatdiki, u ehtimol erta ozod etilmasdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Hatto u 60 yoshdan oshgan bo'lsa ham. Hikoyani murakkablashtirmaslik uchun bir narsani aytib o'tmadim. 1983-yilda politsiya ishni ochib bo'lganmiz deb o'ylagan. O'shanda Otis Elwood ismli shaxs Silviyani o'zi o'ldirganini tan oldi. Biroq uning Henry Lee ismli do'sti ham bir nechta jinoyatda yolg'on tan bergan bo'lib, oxir-oqibat ikkalasidan ham barcha ayblovlar olib tashlandi va ular ozod qilingan. Va mana shundan 40 yil o'tdi. Qiziqarli savol, e'tibor bering. David ko'zini xavfsiz his qilish uchun qancha vaqt kerak bo'ldi? Ortiga qarab, o'sha voqealarni eslashni to'xtatish uchun qancha yil kerak edi? Adolatli aytish kerakki, bu jinoyat unda hech qanday aybdorlik tuyg'usini uyg'otmagan. Aks holda u ko'p yillar oldin o'zini topshirardi. Shuning uchun mana sizga bir maslahat. Agar siz biror narsani yashirmoqchi bo'lsangiz, bu narsa qancha davom etishini bir o'ylab ko'ring. Qadrli tomoshabin, mana so'raganlaringdek Yaponiya mavzusidan chiqib, sizlar uchun Amerika bilan bog'liq sirli jinoyat haqida video tayyorladim. Agarda ushbu kontent sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang va video haqidagi o'z fikringizni kommentariya qismida bo'lishib qoldiring. Albatta siz aziz tomoshabinning fikri biz uchun
muhim. Aytgancha, bizning Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lishni yodingizdan ko'tarmang. Va siz Qora Papka kanalni tomosha qildingiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, qo'ng'iroq va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.